Haylikum barchangizga qizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qizlar, to'yis kecha menga sovg'a kelgan edi. Buni videosini ola olmagandim. Endi vaqt topib olyapman qizlar. Bu brendni уже O'zbekistonda ham ko'pchilik bilsa kerak, chunki O'zbekistonga ham bu brend kosmetikalari уже kirib bo'ldi. Agar bilmaganlar uchun bu yangi chiqqan brend qizlar, Koreyaniki, Koreya ishlab chiqarish. Hozirda ko'p tovarlar уже O'zbekistonga sotuvga kirgan. Ko'p kosmetika sotadigan qizlarimiz уже sotishni boshlagan. O'zim ham qo'ygandim. Kecha birga ishlash taklifini berib, shu kompaniyada ishlaydigan xo'jayinimning bir tanishlari ishlatib ko'rsinlar, agar yoqsa birga ishlaylik, bemalol bizdan sotsa bo'ladi, ishonchli deb o'sha firmani ishchilari taklif qilishdi. Hozir buni ichida nimalar borligini ochib ko'rsataman qizlar sizlarga. Tanishtirib o'taman. Вот qizlar. Bu cleansing, umyvalka, ya'ni O'zbekistonda buni umyvalka ham deydi, penka ham deydi qizlar. Cleansing, mana shunaqa suvga o'xshagan, yuzni tozalab beradigan umyvalkasi qizlar. Mana. Bu brendning nimalari borligini endi ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'ni nimalar topsanglar bo'ladi, bu brend firmani nimalar ishlab chiqaryapti. Yuz yuvish uchun umyvalkasi qizlar, penkasi. Keyingisi esa qizlar, bu esa sovunligi, ya'ni kremga o'xshagan umyvalkasi. Bot qaranglar. Ikkalasi ham mana, ikkalasi ham yuz yuvuvchi vosita penka. Bunisi gidrofilkali hisoblanadi, bunisi esa kremli hisoblanadi. Ikkalasi ham yuz yuvuvchi. Ikki xili bor, yana krem qizlar. Bu brendning kremlari ham bor. Вот, mana shunaqa chiroyli chiqqan. Qaranglar, qanaqa sotishga ham chiroyli chiqqan. Va qizlar, hidlari ham zo'r ekan. Hidlari ham shu zo'r ekan qizlar. Aqua serum. Ajinlarga qarshi, dog'larga va ajinlarga qarshi ishlovchi krem, serumli krem qizlar. Bularni ishlatib ko'rib, обязательно sotuvga chiqaraman. O'zim hammasini ishlatib ko'raman. Agar zo'r bo'lsa, O'zbekistonga sotishga jo'nataman. Bemalol o'zimni olsanglar ham bo'ladi qizlar. Bu endi gidrofilka qizlar, yuz yuvish uchun. Mana shunaqa ko'rinishda. O'sha qizlar, menimcha bu brendni ko'pchiliginglar уже bilasizlar, O'zbekistonga ham kirib ulgurgan, Koreyaning yangi brendi bu. Mana. Bu gidrofilka qizlar. Gidrofilka yog'i. Bu SPF krem qizlar. SPF gel. 50 SPF. Quyoshdan himoya qiluvchi krem. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi qizlar. Hozir hidini ochib ko'rsataman. Yangi hali ochilmagan. No hidi unaqa o'tkir zo'r hid emas, uni yomon hid emas qizlar. 50 SPF quyoshdan himoya qilib beradi. Yuzingizga ajin tushmaslik, dog' tushmaslikni oldini olib beradi. Обязательно yuzga SPF ishlatish kerak qizlar. Yozi kunida umuman SPF siz ko'chaga chiqmanglar qizlar, chunki yuzinglarni qizlar, bolalar hamma, chunki yuzga dog' tushishi juda ham tez bo'ladi. Bu brendda mana shunaqa maskalari bor qizlar. Вот. Namlantiruvchi, ajinlarga qarshi ishlovchi, yuzga ozuqa beruvchi maskalar qizlar. Xo'p, bitta pachkasining ichida 5 ta bo'lar ekan. Xohlasanglar donalab olsanglar bo'ladi, xohlasanglar pochka olsanglar bo'ladi. Qizlar, agar yana ham ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa, Telegram orqali yoki Instagram orqali hech kim yozib bemalol ma'lumot so'rasanglar bo'ladi. Bemalol sizlarga buni tushuntirib beraman, nimaga qarshi ishlovchi va qaysi vaqtda qanaqa ishlatilishi haqida tushuntirib beraman alohida o'zim. Вот, bunisi krem qizlar, mana. Bilasizlar, krem oxirgi etapda suriladi, kun davomida shunchaki o'zini ishlatsa ham bo'ladi. Qaranglar, alohida shunaqa qoshiqchalari bilan birga. Mana. Mana shunaqa ko'rinishda qizlar. Krem. Keyingisi bu ham krem ekan qizlar. Bularni hali alohida o'qib ko'rib, nimaga qanaqa kremligini qo'yaman. Mana. Mana shunaqa idishchalik krem ekan. Keyingisi mut mask ekan qizlar bu.
Shuni ochib ko'ramiz hozir. Voy, qaranglar. Qizlar qanaqa zo'r chiqqan, qaranglar. Qo'shiqchalar bilan bundoq krem surgandan keyin bunaqasiga surib yoyishga. Bu hozir chiqqan, bilsanglar agar o'zi chiqib ketdi-yu, Medibu brendniki ham mana shunaqa qo'shiqchalar bilan bundoq suriladigan. O'zi chiqqan. Ochib ko'rsam. Da mana. Mana shunaqa. Voy, qizlar, bular hidlari rosa ham zo'r ekan. Hidlari zo'r ekan. Bilsanglar, ba'zi kosmetikalar hidi unaqa zo'r bo'lmaydi. Yuzga sursanglar yaxshi chiqmaydi. Mana shunaqa qilib surishga qo'shiqchalari bilan. Avot. Tugadi qizlar. Raspakovka chek qilib bo'ldim qizlar. Mana shu brendga xudo xolasa Elcom brend xudo xolasa sotuvda bor, sotuvga olib kiraman bularni. Chunki o'sha bularni ba'zi qizlarimiz o'sha sotuvga olib kiraman bo'lgan. O'zim ham bir ikkita narsalarni qo'ygan edim kanalimga. Yana ham ko'proq ma'lumot kerak bo'lsa qizlar yoki zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, bemalol Telegram orqali yoki bo'lmasam Instagram orqali, faqat TikTokda yozmanglar qizlar, chunki TikTokdan javob qaytarish juda ham qiyin, noqulay. O'shaning uchun Telegram kanalimga ulanib olinglar yokida Instagramga ulanib, Instagramdan javob olsanglar bo'ladi. Bugungi sizlar bilan obzorimizda qizlar mana shu brendni obzorchiga bo'ldi. To'liq ma'lumot uchun lichkamga yozsanglar, to'liq ma'lumot beraman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.